Kechga buyruq tayyorlaganman. Bugungi videoni sizlar bilan sonrasida tayyorlaymiz. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar yaxshi. Video zo'r bo'ladi. Qo'rqoq. Shu esa kerak. Endi kirib olamiz. Зараз katta qoshiq olmasak bo'lmasa kerak. Aralashtirib olamiz uni. Mana tayyorladik. Mana. Endi uni salfanga solamiz. Endi solamiz. Mana shunaqa qilib salfanga solasizlar. Tekis qilib keyin buni olib chiqamiz. Hozir esa buni muzxonaga 15-20 minutlik qo'yib qo'yasizlar. Salfani yirtib olish kerak. Seni ham yog'och qasirib qo'yaylik. Endi uni kesib olamiz. Ichiga bo'lsammikin mana. Mana kesib oldik. Endi biron-ketin bilan pishirib olamiz. Yog'imiz ham qizib ketdi. Endi sekin-sekin surib olamiz. Bo'lim ketsa endi bilmadim. Ana bo'linib ketdi. Voh! Ketdi-yu. Voy. Hep bunun ketganlari ham bor. Xullas, hammasini shunaqa pishirib olamiz. Nima qilardik? Qo'shilib shuncha so'z. Qanaqa pishiraman? Like bosinglar tezroq, ey. Nega like bosmaysizlar? Oldingi videolaringizda ham like yig'magan. Like bosinglar, shuncha odam ko'ryapti-yu videoni. Bosdimi? Hazil. A few moments later. Qaranglar, qanaqa pishibdi. Mazali. Mazali bor. Mana bitta tayyorlab qo'yganman. Bu oxirgisi. Bitta pishyapti mana. Qarang. Salamanini qaranglar. Mazza-yu. Tikarlar, bunaqasini yemagasizlar, ishonavringlar. Qaranglar. Sizga ko'rsataman asligi. Mana ichlar. Ko'rishingiz mumkin. Qaranglar, mazza.
Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha. To'xtang, like bosdingizmi? Obunachi. Nima obuna? Nima qolsin? O'tdan beri. Shuncha harakat qilyapmanmi? Chao.